Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz hayotda yasharkanmiz, har doim o'zimizni yaxshiroq bir joyda his qilishni istaymiz. Yaxshi bir ishda, yaxshi bir odamlar orasida, yaxshi bir martabada. Ya'ni hammani ichida, nafsida bunday bir istak bor. Va hayotini mana shu istaklari asosida davom ettiradi, shunga ko'ra quradi va unga keladigan, har birimizga keladigan og'riqlar, iztiroblar yoki xursandchiliklar, baxt, baxtsizlik mana shu harakatlariga ko'ra hayotida sodir bo'ladi. Ya'ni hech bir narsa bizni xohishlarimizdan tashqarida emas. Ya'ni qaysidir bir sabablarni qilganimiz uchun u yoki bu voqeliklar hayotimizda sodir bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, har narsani bir badali bor. Har holni o'sha holga olib keladigan bir sababi bor. Bunga misol o'laroq bir hikoya aytib bermoqchiman. Bir podshoh bo'lgan ekan. Xizmatkorlaridan birini boshqalariga qaraganda ko'proq yaxshi ko'rar ekan. Unga ko'proq mehr ko'rsatar ekan, muhabbat ko'rsatar ekan. Hatto unga atrofdagilar tomonidan bir yomon munosabat bo'lganda atrofdagilardan uni qo'riqlar ekan. Bir shaklda hayotini himoyaga olgan ekan, atrofdagilardan, yomonliklardan, yovuzliklardan, bilmam yana fisq fasod, g'iybatlardan, boshqalardan. Doim yonida olib yurar ekan, hech ajratmas ekan, ya'ni o'zidan uzoq bo'lishini istamas ekan, doim yonida, ko'z o'ngida turishini istar ekan. Endi boshqa xizmatkorlar bir qadar unga hasad qilishar ekan. Ya'ni unga ko'rsatilgan mehr, unga ko'rsatilayotgan muhabbat bizga ko'rsatilmayapti degan ma'noda bir g'ayirlik kelar ekan, bir ichidan hasadi kelar ekan boshqalarni. Lekin boyagi shohni muhabbatiga, marhamatiga, sevgisiga loyiq topilgan o'sha qahramonimiz doim bir yuzlari sarg'ayib yurar ekan. Doim tushkun kayfiyatda, xafa bo'lib, boyagi ashula boru, otginamni oriq qilgan shu mayda tosh yor, ranginamni sariq qilgan ul qalam qosh yor, xalq qo'shig'i. Xuddi shu ahvol ekan, uni ham rangi sarg'ayib, mana shunaqa ahvolda yurar ekan, bir tushkun kayfiyatda. Bir kuni unga hasad qiladigan boshqa xizmatkorlar so'rashibdi undan: senga nima yetmayapti yoki senga nima yoqmayapti? Odamlar orzu qiladigan joyda bo'lsang, odamlar orzu qiladigan martabada bo'lsang, kim shohni yonida tursang, podshohni doim yonida bo'lsang, mehr ko'rsatsa, muhabbat ko'rsatsa, boshqalardan himoya qilsa, seni muammolaringni yechilishida hissasini qo'shsa, yordam bersa, sen nega bunday rang sarg'ayib somon bo'lib yuribsan? Buni boisi nima deganda, boyagi aytgan ekanki, xizmatkor, agar sizlarni ham podshoh boshinglarga olma qo'yib, u olmani uraman deb pichoq otganda edi va bu ishni har kuni qilganda edi, sizlarni ham yuzinglar menikiga o'xshab somon bo'lardi, sarg'ayib yurardinglar. Har doim bir tahlikada turaman. Har doim bir xavf bor. Qaysiki bu hayotimga nuqta qo'yilishi mumkin. Agar shoh adashib pichoqni olmaga emas, menga sanchib qo'ysa ham hech uzilmaydi, hech xafa bo'lmaydi va hech qachon men aybdorman demaydi va har doim sen aybdorsan. Ya'ni bu xizmatkorni, bu qulni o'zi aybdor edi, noto'g'ri joyda, noto'g'ri vaqtda turdi deb
Ya'ni zulm ko'rgan men bo'lardim va zolim hech bir shaklda bunda ayblanmasdi deydi. Ya'ni o'shanday martabalarda, o'shanday joylarda turishni o'zini qaysidir ma'noda badali bo'ladi. Biz ham hayotimizda harakat qilar ekanmiz, mansub bo'lishni istaganimiz yerlarni, joylarni, martabalarni, obro'ni, e'tiborni bir shaklda o'zini badali bo'ladi. Buni unutmagan holda tanlov qilishimiz kerak va yana unutmasligimiz kerakki, har kim har doim o'z tanlovlariga albatta o'zi javob beradi, boshqalar emas. Mana shunaqa. Salom.